Selamünaleyküm yurttaşlar, kanal kuzatuvchilari. Bugungi lokatsiyamiz 6-mikrorayonda 4 etajli kirpichli domimizni birinchi etajında 2 xona patruchlarda sotib olgan ekan. Her etajimizda yurt domimiz 2 xonadon bo'ladi. 10 xonamizda xonadonni yurib chiqamiz. Ko'cha ishlarimiz ham yaxshi ishlardan qo'yilgan. Bismillah. En mera udobli yerda joylashgan bog'cha maktablardan общий muammosi yo'q. Yurtdoshlar, liniyalarimiz ham yurt turti 19-7 boshqalarimiz ham kesishgan. Xonamiz oddiy yurtdoshlar, do'rimizda zal, spalni, sanuzel bo'ladi. Berimizda yana girganimizda umumanliklarimiz ham tashalgan. Bu yon tarafimizda girish qismi. Berimizda yana yurtdoshlar dalonni bo'lib turibdi. Başta 3 xonali. Kuxnyamiz bu yana ko'chgan bo'ladi. Bu kontinental yo'llarimiz bor. Esa birinchi chetdan tushuntirib donishtirib boraveramiz. Chap qo'limizda sanuzel. Fotoqolamiz plastikini, porshchasi bor. Polni kafeldan chiqib turibdi. Katta vonnalardan qo'yilgan. Unitazimiz ham yaxshisidan qo'yilgan, restoranimiz bor yana. Oyoq telamiz yog'och pol. Yan tarafimizda spalni. Spalnimiz ham yana kvadratli ekan. Restoranimiz bor yana. Jolis pardalarimiz qo'yilgan. Registrlarimiz tashlab turibdi. Yaxshi ilamlardan döşalgan. Hamma yurtdoshlar, oyoq telamiz yog'och pol kraskadan chiqib turibdi, döşalib. Akkuratli holatda uyimiz. Bismillah. Yan tarafimizda yana zal. Mehmonxonamiz yer kaboylar bilan ishlanganlar. Pardalarimiz ham qo'yilgan, yaxshi ilamlardan döşalgan. Yan tarafimizda yana televizor zonamiz. Odamlar nasibasini deb qolamiz yurtdoshlar, kirpichli dom. Berimizda yurtdoshlar yana balkonimizni bo'lib, yarimini kuxnya etib qo'yibdilar. Berimizdan xohlasanizda bolalarimiz bo'lsa, detskiy komnata etib bersangiz ham bo'ladi. Aynanamiz akva reshotchalar bor, podokонникlarimiz qo'yib turibdi. Lokatsiyamiz zo'r yurtdoshlar, arxivning yonida joylashgan domimiz. Meteorologiya 02, park. Hamma yerda dekkan bazalarimiz ham yaqin. Kuxnyamiz bu yerda joylashgan yurtdoshlar, e'tibor beramiz. Aynalarimiz yine aqua, jolis pardalarimiz bor. Kuxnya mebellarimiz ham yine chiroylab uzatilgan. Gaz suv muammosi yo'q yurtdoshlar. Yerda yine gaz petkalarimizni mebelning ustiga qo'yiladigan qo'yibdilar. Aerofil firmaning dokumentini qo'yilgan. Yurtdoshlar, shundan narxini keladigan bo'lsak, narxi 455 million kelishib beriladi. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefon bilan sotishda yordam beramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.